Qarshingizga chiqdimi, bilishingiz kerak bo'lgan narsalar. Karta ochirim qilamiz va layk bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim, shifoli ochirim bo'lsin. O'zingiz uchun yoki ochirim qildirmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoni tagida nomerimni qoldiraman. Telegramdan yoki telefon qo'ng'iroq orqali murojaat qilsangiz bo'ladi. Unda ketdik. Bunda ikkita variant qilamiz. O'zingizga yoqqanini tanlaysiz. Qarshingizga chiqdimi, bu siz uchun kerakli bo'lgan maslahatlar bo'ladi. Birinchi variant, ikkinchi variant. Yoqqanini yaxshilab tanlang, unda ko'ramiz. Tanlab bo'lgan bo'lsangiz, birinchi variantdan boshladim. Qani, sizni nimalar kutyapti? Nimalar bo'lish ehtimoli bor? Qandaydir og'ir yuklar bilan turgansiz, sog'lig'ingizda ham muammo yaxshi bo'lmagan. Birinchi variantni tanlaganlarda sog'lig'ingizda ham ozgina muammo, qiyinchiliklarda, pul, baraka, ish, har tomonlama qisuv holatida bo'lgansiz. Lekin bu narsalar ortda qolyapti, chunki kartamiz teskari tushyapti. Ortda qolyapti. Kim sizga nimaiki yomonlik qildi, orqangizdan mana shunaqa nima deydi, xanjarlarni suqdi. Sizga yomon negativ energiyalarni bildirdi. Ishda, oilada, qandaydir hayotingizda shunaqangi yomon holatlarga ko'p uchradingiz, lekin bu narsalar ortda qolganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu nima degani? Sizga kim sehr amal qildi, ziyon zahmatini keltirdi, sizni orqangizdan kim g'iybat qildi, nimadirlar qildi va o'sha narsa o'ziga qaytganligini, sizdan butkullik chiqib ketganligini, siz yaxshi tomonga o'zgarayotganingizni, sog'lig'ingizda ham, uyingizda ham har tomonlama yaxshi holatga chiqayotganligingizni kartalarimiz aytyapti. Sizga kimdir nimadir qildimi, o'ziga urib, o'ziga qaytganligini ko'rsatyapti. Hozirgi paytda o'zini holati mana shunaqangi holatda. Yana ko'ramiz. Hayotingiz yangitdan boshlang'ichlarda turibdi. Ishingizda ham omad, barakalarni sekin asta kelayotganligini ko'rsatyapti kartalarimiz. Ko'ramiz yana nimalar bo'ladi. Qandaydir hayotingizda yangi bosqich, o'zgarishlar bo'ladi. Qandaydir nima deydi, yaxshi holatlar sizga kirib kelyapti deyapti kartamizda. Yaxshi holatlar, yaxshi munosabat, pul, ish, hamma narsa sizga kirib kelyapti. Bu yerda o'zini tozalagan o'rtoqlarimiz bo'lishi ham mumkin. Yoki qandaydir domlalarga, mullalarga o'zini o'qitgan insonlarimiz bo'lishi ham mumkin. O'shani ta'sirida siz yaxshi tomonga o'zgarganligingizni, qo'lingizga baxt qushi qo'nayotganligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Yaxshi holatga chiqib bo'ldingiz deyapti kartalarimiz. Og'ir, qiyin vaziyatlardan yaxshi holatga siz chiqib kelyapsiz deyapti kartalarimizda. Maqsadlaringiz, nimanidir rejalashtirayotgan ishlaringiz hammasi yaxshilik bilan yakun topishini aytyapti kartalarimiz. Hamma narsa siz tomonga hal bo'lishini ko'rsatyapti. Yana ko'ramiz. Lekin ozgina sirlaringiz bor. O'sha sirlaringizga mahkamroq turing deyapti kartalarimiz. Sizni siringiz qandaydir oilangizdan yashirgan bo'lishingiz mumkin. Oilangizdan yashirib qalbingizda yana bitta inson bo'lishi mumkin. U sizdan yoshroq bo'lishi mumkin. Yaqinda u inson bilan ko'rishib uchrashishingiz mumkin yoki ko'rishib uchrashib bo'lgan bo'lishingiz mumkin. U erkak sizni yaxshi ko'ryapti, sizga nisbatan tuyg'ulari bor, barakalari bilan, rizqlari bilan turibdi. U inson sizga qandaydir nima deydi, yaxshi holatdaligini ko'rsatyapti kartalarimiz. Sizni yashirgan siringiz oilangizdan nima bo'lishi mumkin deganimizda, hozirgi paytda sizni xufiyona uchrashib turadigan yoki ko'rishib turadigan aqlingizdagi, yuragingizdagi qandaydir inson borligini aytyapti. U sizdan ozgina yoshroq, oylikka yoki yilga bo'lishi mumkin deyapti. Qandaydir u bilan xursandchilik qildingiz yoki endi qilish nima deydi, arafasida turibsiz. U erkak bilan xo'p, ko'ramiz qani, xursandchilik qilasizmi? Xursandchiliklar bo'ladimi? Xursandchiliklar bo'ladimi? U erkak bilan xursandchiliklar bo'ladimi? Qandaydir u erkak bilan ko'rishdingiz, uchrashdingiz, bir-biringizga sovg'a salom berdingiz, xullas bir-biringizdan qoniqdingiz, lekin oxiriga kelganda qandaydir u inson bilan nima deydi, ozgina tortishib qoldingizmi, xafalashib qoldingiz deyapti kartalarimizda. Bu endi kimga to'g'ri keladi, kimga to'g'ri kelmaydi, kommentariyada yozib qoldiring. Ozgina urushib qoldingiz, janjallashib qoldingiz. Hozirgi paytda ayriliqda turibsiz deyapti.
Yana ko'ramiz. Lekin telefon qo'ng'irog'i bo'lish ehtimoli bor deyapti. Bir-biringiz bilan telefon orqali suhbatlashishingiz mumkin. Yana qayta aloqalar bo'lishi mumkin deyapti. Lekin nima deydi, hayotingizda ozgina yiqilish, buzilish, urush, janjal, siqilish shunaqangi holatlarni ham o'tkazishingiz mumkin deyapti. Yana ko'ramiz. O'sha inson sizga baribir yana qandaydir harakatini qiladi, siz tomonga talpinadi, harakatini qiladi. Lekin hozirgi holatda siz nima desa bo'ladi, yig'layapsiz, siqilyapsiz. U erkak ham xuddi shunaqangi holatdaligini kartalarimiz ko'rsatyapti. Yig'layapti, siqilyapti, azob chekyapti. Xo'p, shunaqangi holat bo'lsa, yana qayta birga bo'lasizmi? Bu yerda tortishgansiz, urushgansiz, janjallashib qolgansiz. Yana qayta birga bo'lishingiz bormi? Qandaydir hozirgi paytda u inson bilan siz kutib o'tiribsiz. U inson sizga jahl qilyapti. Qayta birga bo'lishingiz bormi? U inson sizni yaxshi ko'rishini aytyapti, tuyg'ulari borligini yaxshi ko'rishini aytyapti, lekin u insonni ham hayotida boshqa ayoli bo'lishi mumkin deyapti. Yana qayta birga bo'lasizmi? Albatta yana qayta nima deydi, birga bo'lishingizni kartalarimiz aytyapti. Qandaydir u erkak nikohli erkak ham deyapti kartamizda. Yana qayta birga bo'lishingizni aytyapti. U erkak nikohli ham deb qo'yapti karta. Bu kimga qanchalik to'g'ri tushdi? Menga qorong'u. O'zingiz kommentariyada yozib qoldiring. Birinchi variant, ikkinchi variantni tanlagan edim. Menga to'g'ri keldi yoki yo'q deb yozib qoldiring. Ikkinchi variantdan ko'ramiz. Ikkinchi variantda nimalar bo'lyapti? Like bergan, obuna bo'lganlar uchun niyatimni oldim. Ikkinchi variantdagilar sizni nimalar kutyapti? Xafa holatda o'tiribsiz. Alloh sizga beryapti, siz noshukrlik bilan qandaydir xafa holatda, jahlingiz chiqqan holatda, qandaydir hech narsaga bo'yin yor bermagan holatda, siqilgan holatda o'tiribsiz. Hech narsa qilgingiz kelmayapti. Hafsalangiz nimadandir pir bo'lib ketgan. Kim bilandir ko'rishaman, uchrashaman degansiz yoki ko'rishgansiz, uchrashgansiz, u qandaydir bir-biringizdan qoniqmagansiz yoki o'sha uchrashuv bo'lmadi. Bu uchrashuv qandaydir bo'lmadi. Sizni ko'nglingizdaqa bo'lmadi yoki u inson bilan ko'risha olmayapsiz. U inson uzoqda bo'lishi mumkin. Siz o'zingizga yetarli to'q, hamma narsani uddalaydigan ayolligingizni kartalarimiz ko'rsatyapti. Hayotingizda qandaydir pulli, barakali insonligingizni ham kartalarimiz aytyapti. Siz kuchliligingizni kartalarimiz ko'rsatyapti. Bu inson kuchli inson deyapti. Lekin shunga qaramasdan bu siz kimsiz, ko'rayotgan inson, erkakmisiz, ayolmisiz, o'zingizga o'girib oling, dushmaningiz bor deyapti. Qandaydir sizga sehr amallarini qilib o'tiradi. Bu yerda qora sehrlar ishlatilyapti deyapti. Nimalar bo'lyapti? Hayotingizda yiqilish, buzilish ozgina va yana hayotingizda yaxshi kunlarni kirib kelishi, puldan, omad, baxtdan yana zavq olishingiz. Lekin siz adolatli bo'ling deyapti. Har taraflama adolat bo'ling deyapti. Aqlingizdagi insonga ham, qandaydir turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, unga ham, oilada ham, ko'chada ham, ishda ham adolatli bo'ling deyapti. Aqlingizdagi insonmi yoki turmush o'rtog'ingizmi qandaydir sizga asabiylashgan holatda, qahr g'azab holatida o'tiribdi. Ota uyingizga, ona uyingizga borishingiz tushyapti. Ikkinchi variantni tanlaganlarda 4 kun ichida ota uyingizga, ona uyingizga borishingiz, u yerda kimnidir qattiq sog'inganingizni aytyapti. Nimalar bo'lyapti? Nimanidir kutyapsiz. Hayotingizda ikkita erkak bo'lishi mumkin. Bittasi yoshroq, bittasi kattaroq erkak bo'lishi mumkin. O'sha erkakni qaysi biridandir pul kutayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin o'sha pul sizga kelmayapti va mehr-muhabbat kutyapsizmi yoki pul kutyapsizmi? O'sha narsalar sizga yaxshi holatda yetib kelmayapti. Qandaydir siqilib qolyapsiz deyapti kartalarimiz. Sizga o'qituv kerak deyapti. O'zingizni ozgina tozalatishingiz kerak, ozgina dam soldirishingiz kerak.
ozgina ziyonlanib qolganingizni ham kartalarimiz ko'rsatyapti, lekin yaxshi tomonga o'zgarib ketadi deyapti. Bu ikkinchi variantni tanlaganlarda qandaydir rizqli, barakali bo'lishingizni ham aytyapti. Qo'lingizga baxt qushi qo'nishi, qandaydir bu yerda baliq nima deydi, hayotingizda yaxshi tomonga o'zgarishi, pul, barakalarni ham sekin-sekin siz tomonga ochilishini kartalarimiz ko'rsatyapti. Oilangizga uzoqdan pul kelishi yoki qilgan mehnatlaringizni rohatini olishini, turmush o'rtog'ingiz bo'ladigan bo'lsa, sizga vafodorligini ko'rsatyapti bu yerda. Siz ham turmush o'rtog'ingizga vafodor bo'ling ko'rayotgan inson. Chunki sizni hayotingizda ikkita erkak chiqdi. Bu kim erkakmisiz o'zingizga o'giring, ayolmisiz o'zingizga o'girib eshitsangiz bo'ladi. Qandaydir pullarning kelishi, oilaviy xotirjamlik, baxt, quvonch, har tomonlama yaxshi holatdaligini ko'rsatyapti kartalarimizda.